Xulosasi zakazlardan qaytib va salonga keldik. Salonda yangi pardalarni ilishni boshlaganmiz. Sizlarga bitta qisqacha obzor qilib beraman. Qani kelib turing. Ko'rasizlar, bu yerda ham yangi pardalarni ilishni boshlaganmiz. Bir juda ham ko'p. Xudo xolisa sekin-asta ketma-ketlikda ilib mana ko'ringlar. Partiyalarni sifatlisi kelgan. Xudo xolisa ranglari ham juda chiroyli. Xonani zo'r ochib beradi. Qaranglar qanaqa ranglar kelgan. Tullarni ham bitta sizlarga ko'rsatib o'taman. Qaranglar qanaqa tullar kelgan, chiroyli. Menga mana shu tullar rosa ham yoqdi. O'zingizlarning fikringizni bildirib o'tinglar. Qaysi tul sizga yoqdi? Narxi qiziq bo'lsa, skrinshot qilib tashlaydi. Men xudo xolisa narxini kelishtirib qilib beraman. Hammasi yangi model, asnovasi Greg setkada. Mana shunaqa tullarimiz ham bor. Asnovasi bambuk, ko'ryapsizlar. O'ziga yarasha yangi model. Bunaqa yubkali tullarimiz ham bor. Mana shuni detski qizlarning xonasiga ham qilsa rosa ham chiroyli chiqadi. Qaranglar, nejli tullarimizdan kelgan shunaqa. Menga eng yoqqan tullardan bittasi hisoblanadi. Bular ham yevropeyskiy. Ranglari ham neobichniy, qaranglar. Sifati ham qalin, lekin boshqa pardalarga qaraganda kimga qiziq bo'lsa fikringizni kommentda yozib qoldiringlar, kutaman. Mana shu tullar ham yaqinda esingizda bo'lsa zo'r chiqdi, lekin Sahara brend firmani tuli hisoblanadi. Nejli tullarimizdan bittasi nima deyapti? Qaranglar, vishkasini qalinligini. Buni seriyasi ham bor edi, juda tugab seriyasi. Baxtga qarash. Qaranglar, qanaqa chiroyli tullarimiz kelgan. Tavsiya qilamiz, bular hammasi cheklangan. Tez xarid qilishingizni so'rab qolaman. Qaranglar, Swarovski toshlari bor. Bizni kuzatishda davom eting. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun.